Koreyada havo 1 darajaga tushib ketdi. Shunaqa uylar sovuq. Ishoninglar, ertalab Ranoxonni yuborishga, bog'chasiga yuborishga chiqqanimda perchatkalarimgacha kiyib oldim. Lekin tokli pollarni hali qo'shmadik. Chunki tokli polni hozirdan qo'shsak juda ham qimmat chiqadi. To'lovlarimizni o'zi oldingi yil shu noyabr, dekabr oylariga adashmasam $800 ga chiqqan. Eng baland qimmat to'laganimiz juda ham qimmat chiqqan. Shuning uchun iloji boricha pechkadan foydalanyapmiz. Hozir benzindadi. Benzinmi nimada yonadigan pechkamiz bor, tokda ishlaydi. Benzin usti ichiga keltirib qo'ysa, rosa issiq bo'ladi. Hozir shuni sizlarga ko'rsataman. Mana buni ichiga mana bu pechkamiz nima deyiladi? Hita deyiladi koreys tilida. Tokka qo'shib qo'yamiz, keyin ham ishlatsa bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana buni yoqsa, ichiga mana bunaqa benzin qo'ysa bo'ladi. Mana benzin qo'yadigan. Benzin menda shu salarkami bir balo ichiga qo'yib keyin yonsa yoqiladi. Juda ham issiq bo'ladi. Mana buni bosamiz. Mana hozir 24 ta uyni harorati bo'lsa 20 daraja ekan. Rosa issiq havo chiqadi mana bu yerdan. Juda ham issiq, ishoninglar, lekin agar ertalab kechqurun uxlashdan oldin shuni yoqmasa bolalar juda ham sovuq qotadi. Hali ham uyga gilamyoy to'shadik. Yozdik deydimi, to'shadik deydimi? Hozir qo'shiladi 5 minutdan keyin. Qo'shilmadi ham, ovozi ham chiqmadi. Hozir ovozi chiqsa g'ung deb ovoz chiqib ketadi buni. Juda ham issiq bo'ladi, juda ham issiq havo chiqadi. Faqat yoqilg'isini qo'yish kerak. Bir nima deydi, shu yoqilg'ini korobkasini to'ldirib qo'ysak, bir haftaga ketadi. Juda ham issiq uyda. Lekin pollarimizni ham mana qo'shishimiz kerak. Tokli pollarni juda ham muzdek, mana bunaqa issiq nimalarimni kiyib yuraman. Maski tapichka deydimi nima? Mana qo'shildi. Ichidan olov ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Juda ham issiq havo chiqadi. Hali ham shuni ham olamiz, yaxshi ham. Uy katta, isitsam bir balo.